Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugungi darsimiz 3D Max dasturida tezkor sozlamalar haqida bo'lib o'tadi. Tepa qismida modifikator bo'limi bor. Mana shu joyga mishkani o'ng tomonda bosamiz, show butonini bosamiz. Tezkor menu chiqadi. Shu bo'limni qanaqa o'zgartirishni ko'rib chiqamiz. Mishkani o'ng tomonda bosamiz, konfiguratsiya modifikator set. O'zimizga kerakli modifikatorlarni tanlab olamiz. Agar joyini o'zgartirmoqchi bo'lsak, buni o'zgartiramiz. Sonini kamaytirib ko'paytirish mumkin. Nomini yozib qo'yamiz. Nomi son 2. Mishkani o'ng tomonda bosamiz. Buni e'tibor qilamiz, nomi 2 da turibdi. Agar buni boshqa menyularga o'zgartirsak bo'ladi.